Shuncha makiyajlar kommentga tashlashgan, lekin именно shunisi eng ko'p like yiqqani bo'libdi va bugun shuni повторить ko'ramiz. To'g'risini aytsam, meni o'zimga ham qiziq, chunki men har doim yoshligimda vannay kristalni shunaqa bo'yanishni yaxshi ko'rardim. Hozir shuni endi повторить qilamiz. Sochimga bunaqa rangli lentalar topa olmadim, lekin shu lenta bilan hozir nimadir qilib ko'rishga harakat qilamiz. Sochimni maksimal jigar qilib qilishga harakat qildim. Menda jinsovka yo'q, lekin ko'k futbolkam bilan ustimga buni tashib olaman. Bantiklarim rangi mos tushadi. Aslida qoshlarim maksimal tepaga taralgan, shuning uchun mana tepaga tarab olaman. Toni juda ham oppoq, shuning uchun men ham oppoq tonalka ishlataman. Juda ham pastga qilingan konturing. Qoshni ozgina bo'yaymiz. Makiyajdagi eng katta aksenti bu ko'zi. Keyingi aksent qip-qizil lablarga. Mana yurida katta qolib bor ekan. Yuzim matli bo'lgani uchun pudra ham shart. O'xshadimi, o'xshamadim? Keyingisi qaysi makiyaj bo'lsin?